Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan qo'y va mol yog'isiz bo'g'irsoq tayyorlaymiz. Xamiriga 200 grammli erigan sariyog' va 200 ml iliq suv. Ketidan 4-5 osh qoshiq shakar va 1 osh qoshiqda tuz solamiz. Tayyor bo'lgan suyuqlikka 400-500 gramm unni elakdan o'tkazib, yumshoq, qo'lga yopishmaydigan xamir qoramiz. Xamirimiz shunaqa ko'rinishga kelgandan keyin yarim soatga muzlatgichga tindirgani qo'yib qo'yamiz. Tingan xamirdan kichkina zuvalachalarni yasab olamiz. Tayyor bo'lgan zuvalachalarga qirg'ich yordamida bo'g'irsoq shaklini berib chiqamiz. Tayyor bo'g'irsoqlar birin-ketin o'rtadan past bo'lgan olovda pishirib olinadi. Olovni past balandligiga e'tiborliroq bo'lamiz, agarda baland bo'lib ketib qolsa kuyib ketishi mumkin. Osongina kumur og'izda eriydigan bo'g'irsoq shu bilan tayyor. Bu bo'g'irsoq yoshligidan qo'y va mol yog'larini yoqtirmaydigan insonlarga juda ham yoqadi. Hayit dasturxoni uchun tayyorlab ko'rishingizni maslahat beraman. Haliyam menga podpiska bo'lmadingiz, qarang, lekin yo'qotib qo'yasiz. Albatta like, kommentariy, repost hammasini qilishingiz mumkin. Hammasi tekin. O'rtoqlaringizga ham yuborib qo'ying, ular ham pishirsin.